Biz A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve taala 18 ming olamni mo'jizalik qilib yaratib, 10 mingini suvda ichida, 8 mingini yerda betida yaratib, 8 ming yaratilgan mo'jizasini 4 toifaga bo'ldilar. Odamizot olamiga, hayvonot olamiga, nabotot olamiga bo'lib, eng ulug'ini odam qilib yaratdi. Qolganini insonga bo'ysundirish qilib. Shuning uchun odamlarni saydi Odam alayhisalom. Arablar saydi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Habashlar saydi Hazreti Bilal roziyallohu anhu. Rumlar saydi Salmoni Rumi. Oylar saydi Ramazon oyi, kechalar saydi Qadr kechasi, kunlar saydi Juma kunidir. Kitoblar saydi Qur'on, Qur'onda saydi Baqara, Baqarani saydi Oyatul Kursidir. Oyatul Kursi 50 kalimadan iborat, har kalimada 50 barakotdir. Kimki namozdan kelgan o'qisa, behishti uniki jannat. Har bir narsani onasi bo'lganda Qur'onda onasi Fotiha surasi Ummul Qur'on deyiladi. 30 pora Qur'onda ma'nolari mujassamlanganligi uchun har bir namozimiz harakatiga o'qishlikni Alloh farz qildi. Har bir narsani qalbi bo'lganda Qur'onda qalbi Yasin, kelajagi bo'lganda Ar-Rahman, mulki bo'lganda Taborak, hujjati bo'lganda Ixlos surasi deydi. Ana endi odamni yaratdim, mehnat mashaqqatga sinovga yaratdim. Odamga 2 nafsni berdim va aql ne'matini berdim. Chorva kabi o'tmay. Hayvonni yaratdim, mehnat mashaqqat sinovga. Ana hayvonga 2 nafsni berdim, aql ne'matini bermadim. Odamni bir marta o'ladi, 2 marta yashaydigan qilib yaratdim. Hayvon bir marta yashaydi, 2 marta o'ladigan qilib yaratdim. Bu dunyoda mana o'lganimizdan keyin, qayta tirilgandan keyin bizga o'lim yo'q ekan. Hayvon bu dunyoda yashab olarkan, o'lgandan keyin qayta tirilarkan, tirilgandan keyin shoxli shoxsizni ust olsa, shoxsiz shoxlini ust olarkan, tishlasa tishlab olarkan. Boshiga bir ursa meni urib olarkan. O'shalarni olgandan keyin kun fayakun bo'ldi deb turpoqqa aylanib ketar ekan ular. Biz qolamiz ekan. Shunda hech do'zaxda kuyadigan amallari yo'q qolgan mushriklar inakin ashi turpoqqa aylanib ketganini ko'rib turib Allohga nido qilar ekan. Ammani oxirgi oyatini aytadi. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba deb yig'laymiz ekan. Ey Robbil alamin, bizni odam qilib yaratganingdan ko'ra hayvon qilib yaratganingda turpoqqa aylanib ketsak, endi abad bu do'zaxda qanday o'tib ketishimiz deb yig'lab qolamiz ekan. Shuning uchun